Erkakmisan o'zi? Qilolmaysanmi? Shu gaplarni aziz erkaklar necha marta eshitgansiz? Aynan kimgadir erkakligingizni isbotlash uchun sog'lig'ingizdan va hayotingizdan voz kechishga tayyormisiz? Nima uchun bunday deyapman? Videoni oxirigacha ko'rsangiz bilib olasiz. Sam Ballard degan sportchi aynan 20 yoshida do'stlari bilan maza qilib o'tirgan paytida do'stlaridan biri shilla qurti tashlaydi. Erkak bo'lsang shuni yeysan deydi. Sam Ballard uni yeganidan keyin parazit bo'ladi o'sha shilla qurt ichida. Shundoqqina uni o'pkasini, markaziy nerv sistemasini buzib ertalabgacha mazasi qochib qoladi va 420 kun koma holatida yotadi. Undan keyin 10 yil davomida qimirlay olmasdan paralish bo'lib qoladi. Onasi undan xabar olib turadi. Onasi parvarishlaydi umrining oxirigacha. Va o'limidan oldin onasiga qarab, "Men sizni yaxshi ko'raman" degan so'zlarni aytadi. Bu voqea nimadan dalolat beradi? Siz erkakligingizni kimgadir isbotlasangiz, erkak bo'lib qolasizmi? Isbotlamasangiz erkak bo'lmay qolasizmi? Hozir ham bor shunaqa. Erkak bo'lsangiz shu oshni yeng. Oshni yesangiz erkak bo'lasizmi? Yemasangiz erkak bo'lmaysizmi? Shu savolni o'zingizga berganmisiz? Kimga nimani isbotlamoqchiman? Bu meni salomatligimga, hayotimga qanchalik ta'sir ko'rsatadi? Bema'ni ishlar bilan shug'ullangandan ko'ra o'z hayotingizni go'zal qiling, rivojlantiring. Like bosish hayotingizdan ko'tarilmasin.